Assalomu alaykum hammaga. Bugun ekler pirojnisini tayyorlaymiz. Ekler xamiri uchun 370 ml suvni idishga quyishimiz kerak bo'ladi. Suv idishini o'rta olovga qo'yib, 150 g sariyog', yarim choy qoshiq tuz qo'shamiz. Sariyog' suvda erigandan keyin 240 g unni qo'shib, olovni pasaytirib aralashtiramiz. Tinmasdan aralashtiramiz. Xamir idishga yopishmay bir joyga yig'iladi. Xamir tagi olishni boshlaganda xamir idishi bilan gazdan olinadi. Xamir gazdan olingandan keyin ham yana 3-4 minut aralashtiriladi. Xamir iliqlashguncha 370 ml tuxum tayyorlab olishimiz kerak bo'ladi. Tuxum qancha ishlatilishi tuxumning katta-kichikligidan bog'liq. Bu safar men 6,5 ta tuxum ishlatdim. Sovigan zavarnoy xamirga 370 ml tuxumni oz-ozdan hammasini solib aralashtiramiz. Tuxumni xamirga har solganda yaxshilab aralashtirish kerak. Uncha quyuq emas, suyuq emas, qoshiqqa olganda mana shunaqa oqib tushadigan xamir bo'ladi. Tayyor bo'lgan xamirni nasatka qopchasiga solib, qopcha uchini 1 cm qalinlikda kesishimiz kerak bo'ladi. Eklerlarni pastroq olovda 160-170 gradusda duxovka eshigini umuman ochmasdan 20 minut pishiriladi. Pechenyelar sovigunicha krem tayyorlaymiz. Krem tayyorlash uchun yarim litr sutni idishga quyamiz. Sut xona haroratida bo'lsa yaxshiroq bo'ladi. Sutga 2 dona tuxum va 3 osh qoshiq kraxmalni qo'shamiz.